Assalomualaikum do'stlar, bugun sizlar bilan analitik sog'lamiz. Buning uchun bizga un bilan unga rehitil solib va tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Yeyishga maslani solamiz, bir shakarni solib, tuxum solamiz va vanilini qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirdik. Endi bunga böyle tayyorlagan unimizni olamiz. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirdik. Bu zaman da shakar bo'ladi. Endi bunga M&M's harflarini solamiz. Yana bir yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirdik. Endi idishga qoshiqdan olib solib chiqamiz. Bu qoshiqdan qog'oz solib, listga qog'oz solib, va bir qoshiqdan olib chiqamiz. Va ustiga nimasi deb qo'yamiz. Bezatdik. Endi bunu pastga solib tushiramiz. Endi tayyor. Yoqimli ishlar.